Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasiniki aziz ishtirokchilari. Bugungi naq maydon suhbat programmamiz Amerika Uyg'ur birlashmasiniki 2025-yillik saylimi va tashkilotlarimizdagi yoshlashish haqida bo'ladi. Bugungi bu naq maydon suhbat programmamizga qimmatli mehmonlarimizdan Anqara universitetidagi professori doktor Erkin Ahmad muallim bilan Amerikadagi siyosiy obzorchi, analizchi Nurmat Musoboyev apandim taklif qildim. Assalomu alaykum Erkin Ahmad apandim, Nurmat Musoboyev apandim, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatlariga naq maydonda qatnashib berganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Sizga rahmat. Rahmat. Alaykum salom, rahmat. Oldingi hafta ikki hafta oldin bir suhbat o'tkazgan sizlar bilan. Shu suhbatda uni davomi bo'lishdi, endi vaqt uzrab ketganligi uchun buni biz keyin qatimliq suhbat qilaylik deb bugun o'rlashtirdik. Suhbatimiz degandek avval shu Amerika Uyg'ur birlashmasining 2025-yillik saylami haqida bo'ladi. Mushriyan 2025-yilisi 6-oyda Amerika Uyg'ur birlashmasi o'ziniki yangi bir navbatlik hay'at a'zolarini saylab chiqadiganliklari haqida Amerika Uyg'ur birlashmasidagi Facebook sahifasi e'lon qilgan. Shu sahifa e'lon qilgan vaqtlarda Amerikada banda Amerika Uyg'ur birlashmasidagi raisga nomzod chiqqan odam chiqmadi deb karakter gaplarni chiqqan anglagan qo'ygan to'q. Shu bir mezgil kechiktirildi saylam deb endi yana 5 oydan keyin mosh qilib 10-oydan keyin 4-kuni Amerika Uyg'ur birlashmasidagi saylam bo'lib saylam qatnashganlarning hammasi asosiyati yoshlar. Rahbarlar qatnashmasi yoshlar bo'ldi. Yoshlashdi. Buni ko'rgandan yog'i dunyoning har qaysi joylaridagi diaspora Uyg'urlar Uyg'ur davosi yoshlash qarab mandi. Bu bir yaxshi boshlanish deganlar bo'ldi. Ba'zilar bu Uyg'ur davosi biroqlar yashash bo'lmaydi, cho'ng-cho'nglarmi bo'lish kerak degandek har xil munozirlar bo'ldi. Biz bu munosabat bilan bu ikkilarni ekranga taklif qildik. Biz bu tuvanni savollar asosida boshlaylik. Birinchi savol. Amerika Uyg'ur birlashmasi qachon qurilgan? Bu tashkilotning Amerikadagi Uyg'ur davosini anglashda qanday rol olgan? Xo'sh, Nurmat Musoboyev apandim, sizni Amerikada yashaysiz, bu ishlarni eng yaxshi biladigan siz. Sizdan bir anglaylik bu haqdagi. Assalomu alaykum. Bu ikkilarga va ikra oldagi butun Uyg'ur qarindoshlarga. Amerika Uyg'ur jamiyati 1998-yili 5-oyning 27-kuni Washingtonda Amerikada eng baldur kelgan bir turkum ziyoli va shu vaqtga ziyolilarimiz tarafidan qurilgan ekan. 2 yildan keyin, ya'ni 2-qurultayga men Amerikaga ulgurib keldim. Shundan e'tiboran Amerikadagi 2-qurultayda hozirgacha 10-qurultay ichildi. 9-qurultayning hammasi bor. Shu vaqt ichilgan endi. Bu Amerika Uyg'ur jamiyati qurilgan hozirgacha Amerikada nurg'un yaxshi faoliyatlarni olib bordi. Ya'ni jamoatchilik bo'lsin, mayli siyosiy da'vo bo'lsin, Amerikada yaqinda ilib berilgan bo'libmi, Xitoy qirg'inchilik ilib berilgandan keyin Amerika kongressidan chiqqan qonunlarning chiqishida Amerika Uyg'ur jamiyatining bakchiq to'pisi bor. Her bir navbatlik Amerika Uyg'ur jamiyatining a'zolari o'zining kuchining yetishicha, qobiliyatining yetishicha, iqtisodiy manbalarining ozligiga qaramay tirishchanlik qilib, Amerikada Uyg'ur davosini Amerikaning yuqori darajalik o'rinlarga, kongress, Aqsaroyga akirish uchun barliq tirishchanliklarni qilib keldi va davomli qilyotdi. Inshaalloh bu yangi saylangan farzandlarimiz bu davoni shunday texnik undan ustun shaklda davom qiladi deb umid qilamiz. Rahmat. Işte o'g'anda 1998 yil dedingizmi qurilgan vaqtida? 98 5-oyda. 5 hozir işte o'g'anda hali uzun bo'lib qolgan tashkilotga Amerika tunji qadam qurilgan tashkilotga undan burunmi boshqa tashkilotlarmi bormi? Undan qurilgan tashkilot bor ekan. Birinchi G'ulom Mukamning qurgan Sharq Turkiston tadqiqot markazi deb bir tashkilot qurgan ekan. G'ulom Mukam eng burun kelgan Uyg'ur majorlar emasmi Amerikaga kelgan? Ham G'ulom Mukam ham birsi o'zi yolg'iz vaqt Uyg'ur yo'q. Nyu-Yorkda. Ikkinchi qadim Anvar Yusuf kelib, Anvar Yusuf 90-yil baldur kelgan, u Sharq Turkiston Milliy fronti, Sharq Turkiston Ozod fronti deb bir tashkilot qurgan. U o'z faoliyatini qilgan. Undan keyin yana bir tashkilot qurib kelgan Tangritog o'quvchilar uyushmasi deb Amerikada o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar birligini qurib, ya'ni Tangritog Uyg'ur o'quvchilar birligi degan
namlı bir teşkilat. Bu 1, 2, 3 olsa bu 4. teşkilat. Benim bilişimce. En ahırda kurulğunu hesapta işte olganda Ya ahırı emas. Hem de bunundaki yancı kurulup ketdi o hazır. ya şu mezgildeki bunu burun çıqqalı 98'de kurulgan bolganda tertipleşip bolganda şu nimaga seçilgan 4 yılamı da. 2004 yılgacha en ahir kurulgan teşkilat. 2004'teki teşkilatlar kuruluşa başladı. Rahmet. Yani bu qatimliq Amerika Uyg'ur birlashmasini saylovda butunlay yoshlashish, ya'ni Amerika cho'ng bo'lgan, Amerika ma'rif o'qib yetishgan yoshlar o'tirg'i chiqdi. Bu vaqtda diasporada ikki xil yana fikr iqimi chiqdi. Bir qismlar biroq yoshib ketsa bo'lmaydi, cho'qim cho'nglarning tajribasi muhim, cho'nglar yetaklab mangmasa bo'lmaydi deydigan. Yana bir iqimliklar cho'nglar Amerika siyosatini yaxshi tushunmaydi, tili yaxshi emas, shunga yoshlarni chiqqan yaxshi deydigan mushtaq ikki o'xshamagan qarashda bizningki bu diaspora Uyg'ur jamiyati tushunmas kuchli bir g'ulg'ula bo'ldi. Hamda Erkin muallim siz o'zingiz bu siyosiy da'voda eng uzun bu siyosiy da'vo shug'ullanib kelayotgan bu ishdan yaxshi bilasiz. Sizning ko'z qarashingizcha bu da'voniki butunlay yoshib ketgani yaxshimi va yoki cho'nglar yetakchilikni nima qilib yoshdan asta shuni keyin nimasini ipmangani yaxshimi? Siz buni qanday qaraysiz? Da'voni butunlay yoshlashi yoki burun an'anaviy usulda cho'nglarniki da'voga yetakchilik qilishi haqida qanday qaraysiz? Şimdi bu vaktiki göz değiştim burun Nur Mehmet Musa Bey deputy Amerika'da 1998 yılı Amerika Uygur Cemiyeti'nin kurulganlığını hem de bu Amerika'da Uygur Cemiyeti'nin kuruluşunun ehemmiyeti doğrusu da bir iki cümle degendin ki onun bağlanga cevap vermek için de yaşla muhim hem de dünyanın hem yeri de bu dünyanın kiliçegisilerinin, devletimizin kiliçegisilerinin de siyasetçiler yaşlı hem de. Hakikaten mi şunda da. Şunalık bizim Uygurların yaşlı hareketi hem de bizim tunca teşkilat kuruşumuz çetelde. Mesela o Mahmut Muhit'i 33 Şarkı Türkistan Cumhuriyeti veyran boğandan keyin yardım talep kılış için Keşmir'de Mekke'ye verip ece kılıp gelip ondan keyin İstanbul'a mı keldi o? Keyinki İstanbul'a mı gelip bir yardım kapkılı bulamdı o dünyada. Egendan keyin yardım Hindistan'a vargandan keyin o mağadaga vaqtida Hindistan Müslümanlar taraf tutup namaş yapmıştı. Sulap koydu Keşmir'de. Sulap keyin 3 gün içinde çıkitse Hindistan o vaqtida İngilizler kol astıda Hindistan. 3 gün içinde çıkıp kolu kağızını vergendan keyin kimige çıkıp Şanghay'a verip Şanghay'dan Japonya'ya verip yerde 1939 yılı Tunca Teşkilatı kurdu. Türkistan İstiklal Teşkilatı da. O kendisi reis oldu. Mehmet İmam Bora Afganistan'da olsun mu muavin reis oldu. Muavin reis oldu. Bula biz pul tepip Muş Teşkilatı'nı güçlendirimiz de birinci teşkilatı bandı. 85'te Nur Mehmet Musa Bey'le katnaşkan Ürümçi'de o yaşlı Şincan Üniversitesi'de yaşlı nimesi var. Beijing'de ben o yeni olup kağa vaktim 85'te Beijing Milletler Üniversitesi'nde yaşlı çok hareketli oldu. Mesela şu Tay'ın ki reis cumhuru oturduğun Cungnanhay degen sarayının aldığı verip 200 fakat unutmayın yani cesur hazır olsa anda onu Xitay sakçıları edip öldürüyordu. Daha namaşka bir xat vergen şu vaxtıda. Ve alt talep. Emelden kaldırışı degendik. 6 talep bilen namaş kılganda. Bular keyin 94'te 90'ıncı yıllarda bu faaliyetlerge katnaşkan yaşlar chet elge çıkışa başladı. Şunun bilen 1994 yılı Ankara'da Türkistan Yaşlar Uyuşması da bir uyuşma kurdu. O uyuşma
Yine bu uyuşma 95'te Tunca Almatı'da bir medeniyet faaliyeti ötküzdü. Onun dikin yaşlar kuruldu. Ben 2000 yılı Tunca katım Dünya Uygur Yaşları Kurultayı katnaşkan. Tallinn'de, Estonya'da ben pek ayaklangan o jığın katnaşkan. O yaşlardaki ruh, ümit, Asya dünyanın hem yerden kegen yaşlar katnaşkan. Şu vaqtida hem Uygurca hem İngiliz tilida riyasetçilik kılıp şunda halka seviyede bir jığın bolgan. Erkin Alptekin şu vaqt dedi ki ben 30 yılına yakın Avrupa yaşavatımı dünyanın hem yeri vadım tuncu katım muşunda bir halkara seviyede ben yaşlanan jığınını ködüm dep şunda nayet yukarı baha bergen. Ama onu dikin şu Amerika'ya bağlı bu teşkilat 98'de Amerika'da bu teşkilat kuruldu. Kurulgandan keyin hem de Amerika'daki kuruluştaki ehemmiyeti şu. O ben 2004 yıldaki jığınga bağlan Amerika Uygur Cemiyeti'nin saylamağa 2000 2000 yıldan 2000 yıl sen kelgen yılda mı 2004'te el olgan. Yıllık kişilik hukuk projektide başı Uygur cemiyetinin yani Amerika Armaka'da bir proje kurup o vakti de şu Nuri Türkiye saylangan vakt 2004 yılı 5. ayda o proje kurulgandan keyin NED pul vergende ama bunun ehemmiyeti şu hamda bir resmi devlet bir vasıtalık halda mesela NED kongre pulunu bu teşkilatga beredi de buna hem Xitayning en korkutudigan bir hükümet kolladı degan ma'no ifade etti. Bu jihatdan bu nayt muhim. Onunki 2006 Uygur Amerika Uygur Cemiyeti'ne bu pul yardımı verilişe başladı NED'den. 2006'da onundaki Dünya Uygur Kurultayı'da aynı bir proje kuruldu. Yaşlarını terbiyeleş projesi de. Onun gibi NED pul verdi. Onundaki hazırgacha nurgun teşkilatlara pul verdi. Şu 2006'dan hazırgacha nurgun katım yaşlarını terbiyeleş kursu geçildi. Ben yaş vaktimde o kurska katnaştım. Keyin o'qituvchi bo'lib doktorlikni o'qitdim qilgandan keyin o kurs ders berdim. Hem o'quvchi bo'lib qatnashdim hem onun da ders berdim. Şu anda bu Amerika'daki bu yaşlarının saylanışı nayeti yaxşı işemdi. Bunu burundan tatip şu Dünya Uygur Kurultayı'nın jığınlarda davam ta'kidlanayotgan narsa bu. Yani köp yaşlaştı. Nurgun teşkilatlar yaşlaştı. Türkiye'dekinden tutun Dünya Uygur Kurultayı'na bo'lgan xalqaro nurgun teşkilatlarımızda yaşlarınki nispeti sani köpeydi bu qaraganda. Ama manda bir narsa ilmi emas. İçtimai taratqularda bu çoğla tillarni bilmeydi o yaşlar kesi yaxshi qiladi o yoki çoğla qilolmaydi o yaşlar qilishi lazım. Bular bek ilmi bir göz qarash emas menimcha. İki taraf bir adamның yetiş asan emas o. Şimdi çoğunlar tecrübe sahibi oludu, nurgun tecrübelerge bilimge ega oludu. Ularning tecrübesinden faydalanish lazım. Yaşlar yetiş lazım. Yaşlarning nispetini köpeytiş lazım ama çoğunlar mı o teşkilatlarda şu özünün fedakarlığı burun tecrübelerini yaşlarga ögütüşü lazım. Şuna fakatla hazırki yaşlarının nurgun artıkçılığı var. Ben onu kabul kılamam. Mesela qaraydigan bo'lsak bo'lib texnologiya, til, nurgun jihatlerde bularning alayidligi nayt yuqoramdi. Ama vatanda tug'ilib cho'ng'ilmag'achqa o dert jürigide mesela ben hemmene demeyme ama Uygur yaşlarınki küpede dava kılıvatkallar hakikaten vatan millet deydiği yaşlar var ama umumen kılıp eğitkanda biz ama balı çakıllarımız var çettelde. Vatanda kindiginin tene vatan ziminige tökülmegen boğaçka vatanda bir facia bolsa bizden jürigimiz içkandık içmaydı olanın. Bunu kabul kılışımız lazım. Unda olgandaki çoğunlar bilen bula ma'lum nispette hemkarlışı lazım deyim ben. Yaşlar kılsın da hemmeni yaşlara taşlap bir %100
Çoğlarının çekilip ketişimi bu taze bir toğra neme emes dep qarayman. Mening ko'z qarashim shu. Rahmat, Nurmat Mustafa efendim, bu vaqt sizin göz karşınız bilan anglap bakırlar. Sizin uzun müddet Dünya Uygur Kurultayı'da başka icra reisler Erkin Ahmet efendim bilan birga uzun müddet birga işlediniz kurultayda. Sizden bir anglap bakaylik. Yani bu devre sepeten sizin yaştamayız hem hazır devre sepeten o'ttir yosh olduk degan gapda hem nima xo'sh, endi siz qanday qaraysiz? Endi hozir erkin degandek yoshlarda bir jangovarlik, ruhliq, qaramliq bo'ldi. Bu yoshlik vaqtimizga jangovarlik va qaramliq bizning vatanlik vaqtimizda bo'lgan. Hozir tashkilotlar, hozir erkin vatan teshik tashkilotlarini so'zlab o'tdi. Men vatan ichigidim deb qo'ydi hozirroq. Ya'ni biz shu universitet o'qiyotgan va universitet bitirib bo'lgandan keyin u yerda maxfiy tashkilotlar qurilgan. Shuningga biz qatnashgan va shuning qurilg'uchilari bo'lgan. Keyin uning bir qismlari tutilib, turmlarda yetilib, ba'zilari o'lib ketdi. Haliga qochirganlarimiz qochib chiqib qutuldik. Endi bu chet elda. Endi men asosan bu tema bo'lgan Amerika Uyg'ur jamiyati saylan va uning ta'siri bo'lganki, men shu Amerika Uyg'ur jamiyatining 10-ayning 4-kunidagi saylimda 5 bola, ya'ni farzand saylandi. Bu 5'inki 3'ü chet el tug'ilgan. Ikkisi vatanda tug'ilib chet el cho'ng'oladi. Men mushunda bolalarni bay erkin degandek vatanda tug'ilmagan bolalarningki vatanparvarlik ruhi, vatanga bo'lgan qiziqishi natsulu. Ben bunu düşünmem. Mening bolalarim shundoq. Ammo mush 5'inki davoyimizning yukini biz olamiz deb o'ttirib chiqishdan men faxrlandim, so'yindim. Men bulardan faxrlanishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki chet el tug'ilib o'sgan bir bolaning, bu rais bo'lgan bola, Misran Do'lan, pak-pakiz Amerika tug'ilgan, Amerika cho'ng'olgan, Amerika madaniyati yetishgan bo'ldi. Osh bolaning men rais bo'lman deb o'ttirib chiqishi, ya'ni siz dedingiz bu 6-oyda bo'lgan e'lon rais nomzod chiqmay so'zligi 10-oyda bo'ldi. Bu rost. Shunda bo'lg'achqa oxir bu yosh men olman deb o'ttirib chiqdi va keyin o'ziga o'xshash 4 ni qo'shib 5 chiqdi. 5 ning buni ichida Misran Amerika tug'ilgan, yana birisi Zubayraning o'g'li va Uyg'ur, u Avstriya tug'ilgan. Yana biz bir Turk Türkiye'nin kızı Türkiye tug'ilganda qilib turdi. Turk deb ismi qo'yganda, u Turkiyadan kelgan bir vatandoshimizning qizi. Qolgan 2 ya'ni bir o'g'ildan bir qizimiz Ma'ruf Reis bo'lgan bilan, ya'ni texnologiya ishlari mas'ul bo'lgan bola. Bu ikkisi Urumchi tug'ilgan ekan, Amerikada cho'ng bo'ldi. Yani bularning ortiqchiligi, bular hammasi Amerikada ikkisi o'qib bitirdi, qolgan 3 ta o'qiyapti deb o'quvchilar. Yani bular, men bularning bu vazifani men olman deb oldiga chiqqanligidan men so'yindim, faxrlandim. Bulardan g'ururlanishimiz kerak. Endi davarimiz kelajak davom qildi degan umiddaman. Chunki men yosh bo'lgan, men bizni yoshlik davrida o'tkazgan bundaq bir yoshlarning o'tirib chiqishi nayt yaxshi bir ish, bay degandek nayt osondiki. Endi Amerikada bu saylan bo'ldi. Bunu nimdeyimiz deganda bu Amerikadagi bu yoshlarning o'tirib chiqishi bizning davomizga nasl almashish, davr almashish bosqichi deb qarayman. Masalan, bizning davarimiz 1949-yili Xitoy vatan besi olganda erkin degandek Mahmud Muhidi, İsa Yusupalbek, Mamtun Bug'ra, O'rta Osiyada Yusufbek Muxlis, Vashir Voidi va Amerikada G'ulom Dukamdek cho'ng peshqadamlar Xitoy kelganini qechib ketib ve 50-yillari vatan chiqqanlar va O'rta Osiyoga bular chiqib, bular boshlagan bir davo. Ya'ni bu davo qilib uningdan keyin Xitoy 80-yil chegarani ichayotgandan keyin ikkinchi turkumda bir turkumda bunun içinde erkimi bor, men bor, biz chiqib davo qo'shildik. Biz ikkinchi avlod da'vogarlar hisoblamizda. Ala birinchi da'vogarlar, biz ikkinchi avlod da'vogarlar. Endi bu bolalarimiz bizning bolalarimiz endi bu da saylangan va bu kelgusida bu shunday bolalar endi butun dunyodagi tashkilotlarda vazif bo'ldi. Bu 3-avlod da'vogarlar, ya'ni da'vorimiz 3-naslga o'tib ketadi endi. Men bunun qarab endi da'volarimiz shunday. Endi bularningki mishkam kelgan ahvolini nimdab deymiz deganda mishkam chiqib nimda da'vo bosqichida. Bu yoshlarning endi butunlay yoshlashib, bu nima kelishi, islohotning bo'lishi bizda bir narsani yushtirib qo'ymaymiz. Chunki bizning da'vorimiz 30 yildan qattiq yig'lash, arz qilish, shikoyat qilish, hech bir qozisi yo'q, bir shikoyat qilyapmiz. Ammo da'vorimizni bizning masalamizni birisi qabul qilmadi. Shuning bu yoshlarning o'ttirib chiqishi bilan biz o'ttirib qo'ydigan bir narsa yo'q. Ammo bular tarbiyalanib kuchli bo'lsa, kelajak uchun foydasi bor. Endi bu Amerikadagi modelni olsak, bu 5 balimiz saylangan bilan bu saylangandan keyin 5 burunqi board a'zolari tashkil etgan maslahatchilar bor. Hammasi masalan burunqi prezident bo'lganlar, muavin prezident bo'lganlar, dunyo quruqda ishlaganlar, u bo'lib 5 tajribalik oxirida maslahatchi bir kabineti bor. Ular yolg'iz emas.
Şuna bundan keyingi tashkilotlar isloh qilgandimi, ashundaq bir modelda yana cho'nglar oldiga chiqib olmay, oldiga yoshlarni chiqarish, keynida qo'llovchi support bo'lib, bir maslahatchilar, kuchli maslahatchilar guruhini qursa, bu da'vat bay erkin degandek ansirashlar bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi bu islohot deganninki mag'lubiyatim bo'ldi, g'alabasim bo'ldi, yaxshi tarafim bo'ldi, yomon tarafim bo'ldi. Endi bu yoshlash islohoti, ya'ni tashkilotning yoshlash islohotining mencha g'alabalik taraflari bor deb o'ylayman. Uni birinchi bunday deb qarayman-da. Bayatni o'tirib menga o'zimchi kallamga yozib olgandim-da bu. Endi yana bir deb qo'yaylik. Bizning nima uchun biz da'vo deb odatlanib qoldik deganda, biz chet el chiqqandan keyin da'vo qilyapmiz. Masalamizni hal qilish bosqichiga kirmadik. Ya'ni bir o'zgarib Sharq Turkiston milliy ozodlik kurashida ham manda olsak bo'lgan sal bir jangovar bir so'z bilan. Sizlar ma'g'am bilan tashkilotlar unda olmas nima foydasi? Chunki tashkilotlarning hamma axborot o'rinlarida da'vo, Turkiya da'vo degan bak umumlashgan populyar gap ekan. Bu bizning g'arbga ko'chib keldi, hozir da'vo bo'lib ketdi. Endi bu da'vo degan asosi bor. Chunki biz mishkamiz da'vo qilyapmiz, yig'layapmiz, masalamizni hal qiladigan bir strategiya, bir harakat qilmadik. Ya'ni inqilob qilmadik, kurash qilmadik. Ya'ni biz milliy mujodala qilyapmiz deganga men qo'shilmayman. Chunki milliy mujodala degan bir nishonga yetish uchun qilgan bir amaliy harakat bo'ldi. Cho'ngroq harakat, menga amaliy harakat. Lekin hozirgacha biz quruq da'vo qilyapmiz, namoyish qilyapmiz, so'zlayapmiz, yig'layapmiz, bu yerlar kongressga guvohlik beryapmiz. Masalamizni hal qilish uchun spesifik, ya'ni aniq bir 5-6 turli talabni o'ttirib qo'yib, biror davlatlar bilan bir kelishmayapmiz. Ya'ni masalani hal qilishni chora topolmadik texcha. Bir strategiya. Shuningga bu hozirgi bizning chet el tashkilotimizning ilayotgan faoliyatini da'vo deyishning asosiy mushumiki deb o'ylayman. Ya'ni da'vo qilyapmiz. Ya'ni masala. Shunga da'voda chekinish bo'lmaydi bu yoshlar chiqsa, aksincha texmi da'volarimizni bundan keyin xalqaro davlatlarning o'lchami bo'yicha texmi mukammal, texmi sifatli bo'lishiga oldingi bir dastlabki qadamlar besildi deb qarayman. Endi bu tashkilotga yoshlashningki foyda taraflarini men bunda deb his qildim. Birinchi, ya'ni bu yoshlar birinchi va uchinchi naslda bu birinchi, uchinchi naslga yoshlar birinchi, ikkinchi nasl vaqtidagi da'vogarlarimizning bizda bo'lgan til jihatdagi kamchiligimizni bular to'liqlaydi. Endi tilimiz yo'qligida biz nuriyada chandiq, chunki bu nimamiz o'ylaydigan emas, so'zlaydigan, yozadigan bir da'vo bo'lgandan keyin nurg'i yerlarda bizning rahbarlarimiz muhim xalqaro o'rinlarda so'zlash fursati kelganda biz qiynaldik. Gach tilimizdan so'zlab, xalqni o'zimiz jalb qilamadik. Bir narsani mukammal, yaxshi, yaqinli tillar so'zsa, xalqning anglag'ichini jalb qiluvchi biz unda qilamadik. Ma bolalar har qaysi davlat yashaganlar shu davlatning tili, ona tiliga puxta. Shuning bular bir sahnaga chiqib so'zlasa, nayt mukammal, yaxshi so'zlaydi. Shunga bu yoshlar yashash bizdagi til jihati kamchilikni to'liqlaydi deb o'ylayman. Chanmaydi. Ikkinchisi iqtisodiy qiyinchilik yo'q. Bular bizmi Amerikaga da'vo qilgan, biz hammiz muqim xizmatimiz bo'lmagan keyin kechasi piz to'shib, kunduzi unda qilib da'vo qilgan. Bu bolalarda unda iqtisodiy qiyinchilik yo'q. Bular hammasi oliy ma'lumot huquqchilar, bundan keyin boshqa davlatlarda tashkilotda vazifa olgan yoshlar mencha shunday o'qimishlik bir kasb degan bir xizmat va muqim xizmat kishilar oladi deb o'ylayman. Shunda bo'lganda bu bolalarda iqtisodiy qiyinchilik bo'lmaydi. Ya'ni pul uchun bog'lanib qoladigan bir ahvol bo'lmaydi. Ikkinchi, bular bugungi davrning eng ilg'or fan texnika qurollarini biladi va undan qurollangan, yangi yaqinqi chiqqan AI degan texnologiya bular yaxshi bo'ldi, undan foydalanishni bildi. Endikin Amerikaning lobbichilik deydigan g'arbda suli salochilik. Bu nimasini bizdan yaxshi bildi. Chunki bizning da'volarimiz suli salochilik, lobbichilik da'vo hozirgacha. Shuninga bu bolalarda lobbichilik nimasida uslubida Amerika standarti bo'yicha yetishib chiqdi va yetishgan deb o'ylayman. To'rtinchisi, bu yangi nasl yoshlarningki Xitoyga ma'lum bir yo'llar bilan bog'lanib qilishi, Xitoyga oldirab tutilib qilishiga yo'q. Chunki bular yangi Taylandda bularning ojizlik, kamchiliklari, Xitoyga bog'lanish yerlari yo'q, ojizlik yerlari yo'q, iqtisodiy jihatdan qismdigan yerlari yo'q. Shuning Xitoy oldirab bularni bir xil indeks bilan bog'lanmaydi, ilmoqlanmaydi. To'rtinchi, bu yangi nasl yoshlarningki 5-chi gapim, 5-chi. Bu tashkilot yoshlarning islohot orqali tashkilotimizdagi ya'ni bu yoshlarda endi muhim yeri bu tashkilot yoshlardagi tashkilotlardagi yoshlash orqali tashkilotlarda uzundan bir kelayotgan beqirmachilik, tashkilot meningda beqib ketib olish, tashkilotning savdo o'rni qilib olgan,
tashkilotlarga pul topadigan o'rin qilib olgan va tashkilotlarimizda mo'yin bo'lganligi axloqsizlik, chirksizlik ishlar bo'lgan, hatto muhimi tashkilotlar orasiga uzun mezgildan buyon Xitoyning har xil shakldagi josuslari kirib olgan ishlar borchu, buni yo'shirolmaymiz. Chunki bir tashkilot uzun bo'lib ketganda Xitoy har xil yo'llar bilan kirib, chunki uzun turib ketgan odamlarni Xitoy shunga mush islohot orqali yuqorqi axloqsizlik, poraxo'rlik, beqimichilik, tashkilotni savdo o'rni qilib o'tsa, pul topadigan qilib o'tish orasiga kirib qolgan bu josus postlarni tozalab bo'ldi. Boshqa yo'ldan tozalamaymiz. Yangi naslga o'tkazib berish orqali konlarni bir xil yiltib chiqarib o'tamiz. Daraxt sesigan bo'lsa, uni qo'mirish o'rniga shunga o'xshash ishchidan sesigan daraxtni yiltizdan qo'mirib o'tkazib bo'ldi. Bu islohot tashkilotimizning ichidagi sesish, chiriklashish mushlarni tozalaydi deb o'ylayman. Ya'ni josus bo'lsa, josusni tozalaydi. Endi 6-chi cho'nglarimizdan kaydan paydo qilayotgan yaqin bo'ldik. Har bir tashkilotlar bo'lgan cho'nglarimizdan kaydan paydo qilgan har turli skandallari, axloqsizliklari, parxo'rliklari tufaylidan tashkilotlarimiz bo'lgan ommaning tashkilot bo'lgan qiziqishi so'yib ketdi. Endi bu yashlash orqali bu jamiyatimizga so'yib ketganlarni qayta akildi, tashkilotlarga uyushidi, tashkilotlarga yaqindan keldi deb o'ylayman. Shuningga foydasi bor. Endi shunga man bundan qarab men shu tashkilotlarimizdagi bu davoni isloh qilishni ching tashabbus qilmayman. Endi biz o'zimiz bilamiz, biz g'arbda yashayotganda oldimizga 50 yil, keyinimizga 10 yil bo'ldi. G'arbning bir esil yeri bor. Mayli davlat rahbari bo'lsin, mayli partiya rahbari bo'lsin, ikki qarorda o'shiq turmaydi. Chunki ikki qarordan o'shiq turgandan keyin sen bu yerda o'tiraverib takabburlashsang, kibr paydo bo'ldi, chiriklashib qolsa. Shuni Amerikaning qurg'uchi, 200 yil burun George Washington Bushmi 3-chi qidim men saylayman deganda bo'ldi deb qonun bekitib 2 qidim saylanishga qo'yibdi. Shuniga bu Amerika taraqqiy qiladi. Hatto Amerikaning Amerika ikki partiya bor. Shu partiyaning rahbarlarimi agar bir qitim saylamda bir natija qozonsa, 2 qidim chiqib ketadi. Beradi. Men yaqinda mana Gollandiyada mana yaqinda bir partiya o'zining saylamda soni 5 tushib ketib qolibdi ekan, o'zligidan iste'fo berdi. Uni kamchilikni boshqalardan ko'rmay o'zidan ko'ribdi. Demak, men bu ishni yaxshi ilib boramagan o'xshamayman. Mendan yaxshilar chiqsin deb o'rin bo'shibdi. Biz Uyg'urlarmi o'zimizning tashkilotini vatan millat uchun xizmat qilyapti deb qurgan ekanmiz. Uni men qurgan deb eslab olmay, u tashkilotlar ba'zi bir chekinishlar bo'lsa, darhol iste'fo berib, keyingi bir qadam chekinib oldiga xalq ichida hali hurmati va populyar yoshlar bo'lsin, o'tir yoshlar bo'lsin chiqarib islohot qilishimiz kerak. Bu islohot davri bo'ldi. Chunki davorimiz shunga muhtoj. Men shu sababdan deyman, tashkilotlarning orasidagi bu tashkilotning o'zining obrazini g'oyib qildi. Bizning chet el Uyg'ur tashkilotimiz yaqin 3-4 yilda obraz yo'qotdi. Ommadan yiroqlashib ketdi. Omma ulardan qichiyotdi. Shu tufayli anti Xitoy ishini ichmaydi, to'xtamay vatanga berib kelyotdi. Ya'ni chet el tashkilotlarning ularni kontrol qilib tutishga kuchi yetmadi, ularni qoyil qilish kuchi yetmadi. Shunda chet eldagi Uyg'urlarda bir xil umidsizlik bo'ldi. Umidsizlik tufaylidan chet elga boradigan Uyg'urlarimiz, Xitoyga borgan Uyg'urlarimiz Xitoyga taslim bo'lgandek Xitoy konsulining oldiga borib egilib, vezilib Xitoyga berib kelyapti. O berib kelayotganlar ayrim masala, ularning vazifasi bor. Ularni ayirib turish. Lekin bu tashkilotlarimizni men yana desam, yana shu islohot qilib, yoshlantirib, qaytadan tashkilotlarni jonlantirib, Uyg'ur masalasining avangard xizmatchilik qilish kerak deb qarayman. Rahmat, Erkin Ahmet efendim, bu vaqt sizningki qatılgan, qo'shimcha qilganingiz bormi? Bu misal yangi savolga o'tamiz. Dava sözü bu Türkçeden Türkler köp işiltidi. Bu dava sözü yaxşı söz bu. Bu atalgı hem de dava degen bizning davamız nima degan vaqtida bizning davamız en axirgi nishonimiz mustaqil Sharqiy Turkiston davlatini qurish endi. 2 qatim davlat qurdik. Shu davlatni asli keltirimiz degan dava. Shunga biz ishga masalan shu kitobdami hem dava so'zi var hem milliy mustaqillik harakati deb e'liqliq hamda. Mesela ben Uyg'urlarga tavsiya Kitap bir tunuşturma ismi nima kitapning? Siz yozgan kitapmi? Dünya Uyghur Kurultayı'nın 20 yılı ve muhaciretteki Şarkı Türkistan davası bu kitap. Bunun hem Türkçesi mi var? Bunun da ta 1930'lardan bugünküçü bo'lgan dava tarihi anlatırlar. Hem de bu alakı romandik anlatkan hüccetlerge tayinip durup
Kuğan yazgan kitap. Bu kitap karaydıgan bolsak davamızda nayet çoğun ilgirleş var. Biz hem de belki mında başka milletlerin davası bilen mında seliştoğa vaktimizde ümitsizlenemiz. Ümitsizleşinin nurgun sebepleri var. Şimdi Xitay dünyanın ikinci iqtisadi gücü oldu. Vatandın kelgen ballar bilen mında sözleşimi ançı munçu. Aş Xitay kallısına jüyüp etkende ballarının kendi biz Xitay bek çoğun devlet. Dünyanın ikinci çoğun iqtisadi gücü. Amerika çöküvatıdı, veyran buluvatıdı. Kelgüsü dünyanın Xitay suraydı da Xitay yalgan teşvikatlar bilen bu ballarını ümitsizlendirip etken çok. Elbette chet eldeki Uygurlar kılıvatkan bazı nimeler, ittifaksızlık ki nurgun sebepler var. Uyum sebeplerden birisi muşamızga taza şenç yok. Yaşladığımda dedim kılsa vay Xitay bek güçlü kulüp gitti aka kanda kılıp mustakil olamız deydi bir. İkincisi özümüzden bu tarihimizni yaxşı bilmeyimiz. Şunu ben biz mesela biz vatandaki vaktimizde üniversite okuyduğu vaktimizde milli hissiyatımızın küçüğüşü de Uygur tarihinin bek tesiri var. Bizge Uygur tarih dersi veretti. Şu tarih dersini okuş ceryanı da biz manda ulug milletkenmiz. Biz aslında bu Xitay tarafından kul kılıngan milletkenmiz. Biz tarihte manda ecdatlarımız boptiken de özümüzün milletigi bolgan işkençimiz, milli şuurumuz, milli hissiyatımız şeygen. Bu alaka muşu Uygurlarının tarihini Xitay'ın öğretmesligi şu milli biz bunda devlet koygan mı? Mesela ben Türkiye'de çoğun bolgan ballarımı ders verdim. Bu Türkler bu Türkiye'ni azat kılış için Osmanlı birisi verilgen İngilizler İstanbul'unu besip kirip İngilizler besip aladı değil mi yani? Mustafa Kemal Atatürk Samsun degen yerge verip üyeden Anatola, Asya terakki kilip yançıqda bir pul yok. Kastamonu degen yer kege vaxtıda aşağıda bazı adamlar 900 lira şu vaktin pulu bilen 900 lira pul verdiken şu bilen davanı başlatıp Türkiye devletini koyganda neçi 100 bin şehit olgan. Bunu meğer çoğuğa Uygurlar okugandan keyin ballar bana soraydı deydi. Aki biz bu nemi kınmagan mı ma'lum? Uygurlar nemiş bunda jang kınmagan? Biz Xitay nemişka devletimizni tatkızıp koygan. Hiç kanda bizden bu Türklerdek bunda janglarımız yokken o dep soraydı ço. Uygurlarını yaşlar ümitsizlikte nemi kılış. Yani milli hissiyatını kanda kılıp kozgaş lazım. Teşkilatlar bunun ait başka duruşu lazım. Yaşlar hayacan bilen kirido hem Amerika'nın ahvalını tazı yakşı bilmeyim. Şuna onun o cihette Musa Bay dedi o yerdeki ahvallarını. Türkiye'de mi nurgun yaşlar var. Uygur en cık devlet. Ama yaş balla kirpakı doğumunda karısa şu bir ümitlik bir nime şu falan asta asta çekinip gidiyor. Menavat kılıvatkallığa bağ Türkiye'de mi nurgun teşkilatla yaşlaştı. Yaşla da kirpakı. Bizilki Asya milleti oğaçka bizde Amerika'daki, Avrupa'daki bunda 2 yılda çıkıp gittiğin manda bir kültür, manda bir siyasi medeniyetimiz yok şu bizden ki bu. Fakat Uygurlar için emez. Bu Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri için mi şunda Türkiye Avrupa Birliği kirimizde köp partilik tüzüm mecbur halk saylaydığın bu başka Türkiye'de mecbur çıkıp gittiğimde o başka çare yok. Ama biz şerek milleti bu başka o kültür bizde taze yok ama bunu şekillendirişimiz lazım. Nizamnamelerge yezi şart saylam arkalık liderlerini, rehberlerini saylavatı da bunu biz umumlaştırışımız lazım. Bütün Uygurlar oy verip saylayamayız. Kim avazlı köpası şu reis o nizamname icra kılsak biz o kemçiliklerini tüztüvalalayımız da oylayma. Şunu biz iki söz işletişimiz lazım. Biri kıskatıp dava. Dava
sizning da'voinglar desa biz mustaqil davlat qurish. İkincisi milliy mustaqillik hareketi. Mushu ikki atalg'ulni ishlatsak deyman men. Endi Ha. men bu kadar adırıp erken dedi. Yani men dava degan söz Türkçe aytib mazmun murakkabligi mo'l bo'lgan bilan bizning Uyg'urcha qilganda qisqa ma'no chiqib qoldi. Biz dava deganda kishilikka o'mlik davosi, huquq davosi, mushtalar to'liq ishlatib ketganki bu davo degan ma'noning bir shikoyatdek bilan tuyuldi bizga Uyg'ur. Agar sen degandek bu davoni tashkilotlarimiz davo deyishda billa milliy mustaqillik harakatimiz yoki milliy mustaqillik mujodilamiz deganni davomli billa deb almashtirib olsak kelgusida u vaqtida bizning nimamiz g'oyamiz o'tirib chiqqan temidili bilinib turdi. Chet ellikmi davo desak bular birni shikoyat qilib o'xshaydi deydi. Uni chet ellik tarjima qilganda milliy mustaqillik freedom for independent yoki return of independent degandek ma'noda deb tursak chet ellikmi degan mavzu tillam mahaq Xitoyga din qutulishni o'ylayotgan millatgan deb mavdi. Endi hozir degandek nima erkinlik yoshlardagi milliy ruh jasorat qanday keldi deganda albatta o'tmishini tarixni o'qiganda undan huzur ola oladigan yoshlardan keldi bu. Ya'ni tarixni ming qadim o'qisangmi ba'zi ta'sir qilmaydigan yoshlarga qal'asida kitobni qo'yib qo'ysang ta'sir qilmaydi. Endi bizning vatandagi qo'zg'algan yoshlarning hammasi shu vaqtga cheklik Uyg'ur tarixi ba'zi bir Abdurahim O'tkirning hikoya romanlarini o'qish orqali bu tarixni chet eldagidek to'liq bilmaymiz u vaqtlarda. Qisqalik o'tkazilgan 30-yillardagi 40-yillardagi inqiloblarni tasvirlagan roman, hikoya, povestlarni o'qish orqali kelgan hissiyot bilan 80-90-yilda bir turkum yoshlar vatanda qo'zg'alib, tashkillab va chet el chiqdi. Ammo chet elda hozir erkim dedi balki Yevropadan ba, Turkiyadan ba bir kim o'qimishliq yoshlar. Bu o'qiyotgan yoshlar hamda chet elda hozir bizning tariximiz ingliz hamma tillarga tarjima qilib mukammallashib ketdi. Garchilikqa urush tariximizni bek ravon mukammal yozmagan bilan bizning bir mustamlik bo'lganligimiz, bizning Xitoy emasligimiz, Xitoy qo'shilganligimiz, biz olgan, uning oldida bizning davlatlarni, sultonlarni, xalqlarni qurganligimiz haqida İngilizce, Rusça, hamma kitobda ba'zi Google'ga kirsa yoki AI deydigan aql nimasi kirgizsa shu zaman to'kib berdi hozir. Shunaqa yoshlar bu uni o'qib, bular ma'lum general, ya'ni ommabop tarixiy savodga ega bo'ldi. Ya'ni universitet o'qiyotgan bolalar bu birinchi islom ideologiyasi, islomning tushunchisida, ikkinchi Uyg'ur tarixida bular bizning yosh vaqtimizga qaraganda yaxshi mukammal ma'lumotga ega. Endi ularning milliy hissiyotning uyg'unish uyg'onmasligi shu bolaning oilaviy tarbiyasiga bog'liq. Agar oilaviy tarbiyasida millatchilik, vatanparvarlik doim so'zlanib turmasa, u bola Uyg'ur tarixini shamida qilib Nabijon yozib chiqqan 13 kitobni to'liq o'qib olsa, uni pisand qilmaydi. Ammo oilasidan tortib millatchilik, vatanparvarlik doim tarbiyalanib turgan oilasining ko'kinidan, ya'ni tegidan jildizdan kelayotgan bir milliy ruh bor oilada yetib chiqqan bola Uyg'ur tarixidan bijbobni o'qib qo'ysalar o'zida millatchilik hissiyot tuyg'u keladi. Shunga endi Amerikaga bolalar yana qaytib kelsak, bu bolalarning hammasining bunday qarasak, background qarasak, ota-onalari vatanparvar, millatparvar ota-onalar. Ular bunda shular yig'indagi ahvol qarasak, hammasi Uyg'urcha shunday yaxshi ravon so'zlar o'tadi. Garchi Amerika chet el tug'ilgan bilan. Andan keyin bularning orzu istaklari, ya'ni saylam degan so'zlar qaraganda yaxshi yiqimli milliy ruh bilan bir so'zdan qildi. Bu demek bularda bir ümit var. Muşna yaşlarımız yani davam var. Çıkrak çıksa, çıkrak koşulsa bu bay degandek yaş çoğunlarımız akısı turup yaşlarını aldığı çıkarıp terbiyelemek çünkü biz çoğunlar berber ketimiz. Mengün kuşağı turamayız. Şunu biz ketiştim burun, biz kıyırıp kaldığımızdan ketiştim burun. Bu davanı yaşlarga mükemmel derecede terbiyeleyip ötküz bir şey. Şunun ıslahat yani değil mi? Yaşlar ıslahatını derhal vaktinde hemen teşkilat kılış gerek. Ahmet, unda qolib qolsa yana bir savol. Hozir yana bir davde. Bu hozirgi yoshilishda bizning islohotning bir yaxshi tarafini bo'ldi, mag'lub tarafini bo'ldi emasmi? Hozir biz Amerika ilib berilgan bu butunlay yashilish nasl alınishini endi hozirgacha bizga yaxshi bo'lmaydigan taraflar bor. Birinchisi bularga jamoat ichiga bek sinib kirib ekan, bizning doim bo'lib kelayotgan jamoat faoliyatlarimiz taz ravon bo'lmaydi, vaqtida bo'lmaydi. Uning ustiga bu hozir saylangan bolalarning 3 o'quvchi maktab ketdi, yo'q bu rayonda. Ular to'rdan qildi namoyish harakatlarini. Ikkisi qoldi. Ikkisi ishlayotgan bolalar doimiy bunga 8 soat muqim da'vo qilgandan qo'shimcha da'vo qilgan farq bo'ladi. Albatta bular muqim yetishmaydi. Bu jihatdan ba'zi oqsashlar bo'ladi, ishlamanglar. Buni ammo
keyinda 5 maslahatchisi bor. Ular cho'nglar. Ular bu ishni davom qilib ketdi deb o'ylayman. Ikkinchi bulardan hamda xizmatchi bo'lgandan keyin, o'quvchi bo'lgandan keyin bularning vaqti yetishmaydi. Ba'zi bir nima deymiz, proyektlarni, ba'zi bir faoliyatlarni yozib qo'ygan bir vaqt deadline bo'lgan bir ishlarni vaqtida qilolmaslik mumkin. Chunki o'zininki vaqti yetishmagandan keyin, o'zining ishida bir muhim jiddiy ish chiqib qolsa, buni amal yo'q tashib qoladi-da. Shunaqa u kamchiliklar bor. Yana bir jihatdan endi hozirgi bu bizning 5 bolamiz, ya'ni bundan keyin tashkilotlardan 5 bo'lib qolsa, bu son oz bo'ldi. Chunki yoshlar bo'lgandan keyin ya'ni xolisani qilayotgan ish bo'lgandan keyin 8 soatlik maoshli davom etgan yetishmaydi. Shunga men o'ylayman, bu bolalarni oz deganda 9 qilish kerak. Birisining ish chiqib qolgansa, birisi to'liqlab turib, faoliyatimizni, davorimizni, milliy mujodilamizni aqsitib qo'ymaslik uchun sonni ko'paytirib, sifatli qilishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Obdan keskin ketadi hozir bu suhbat. Mening kallamga hozir bir yana bir savol kelib qoldi. Hozir Erkin Ahmad efendim dedi, bizning mana shu da'vo kulturimizda rahbarlik qatlamida ilg'or millatlarga o'xshash ikki qora saylanib, undan keyin chiroyli ovoz berish, saylam orqali yana yangi bir rahbarlik qatlami qurib chiqarmanda bir andizni quralagan bo'lgan bo'lsak, nurg'un ishlarimiz yaxshilanib ketadi deb. Endi degan kun ekanda bizimki bu da'vo ishlarimizda endi bir xil umidsizlik qoplab ketadi. Puldan boshlab birinchisi endi bizning cho'ng ichki tashkilotda kelib chiqqan bari bir ahvollar, deb aytganda yana jinsiy parakandalik ishlari. Undan keyin bu ulanib kelayotgan xalqning besimi, undan boshqa epirilgan saylan mezgildagi bulayotgan xalq o'rtasidagi kuchli tanqidiy fikrlar, uning ulab akam Xitoy yo'li vatanga olgan yo'llashayotgan vatanga berib kelayotganlar, mushta avvallarning hammasi diasporalik Uyg'urlarga bir xil tushkunlik olib keldi bu da'voga deb qarasak bo'lamdi. Nima uchun mush ikki cho'ng tashkilotlar mesela yoshlash qanni bosmaydi? Har qatim deydi bo'lmasa, masalan, qurultoy bo'lsin, maylikki Turkiyadagi ma'rif jamiyati bo'lsin, ular pat-patalqi nimani ochadi, kurslarni ochanda, yoshlarni tarbiyalash kurslari deb ichib biz to'rlardan ko'ryapmiz. Erkin efendim, siz hamda qurultoynikida kursiz borasiz, qatnashsiz. Turkiyadagi bor, uning siz shohid mediasiga. Lekin bu ikki cho'ng tashkilotlar shuni yoshlaştırmayız deb yoshlar kurs ochdi. Ammo yoshlash nisbati qarasak intayin tuvan. Bu vaqtda sizning tushunchangiz nima? Bu vaqt Hozir siz mush da'vat qildingiz, hozir dedingiz to'g'ri degan nima? Aşağıda yig'ilib o'tirib qo'yamsiz. tabii o yig'illarda bu deyiladi, o ta'kid qilayotgan hatto 2002 yili Yaponiyada ochilgan qurultaydimi o'sha yoshlashtirish alohida ta'kidlagan vaqtida Mehmet Musa Bayman bajaganda. Menki bu en o'tgan yil saylamda olsun, burungi saylamlarda olsun, Dünya Uyg'ur Qurultayi başlamçılık qilib jiq yoshlaştirdi. Masalan, o komitetlarning reislari nimaga qaraydigan bo'lsanglar, yosh nimasiga umuman qilib aytganda Dünya Uyg'ur Qurultayi yoshlaştirdi. Ikkinchisi 2 yilda 2 navbat reis qo'ydi, undan keyin nomzod bo'lolmaydi degan nizomnoma taqamma Dünya Uyg'ur Qurultayi, ya'ni bir boshlamchilik qilyotdi. Haliqi ba'zi narsalar sosyal ijtimoiy taratqularda deyilgandek emas. Shu, masalan, men Dünya Uyg'ur Qurultayida bo'lg'achqa ma'ni demayapman. Ya'ni bir tashkilot uchun bu narsa oldi bilan Turkiyadagi mashhur bir yozuvchining so'zi bor. Haliqi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz deb. Yani bu degani bir narsani bilmay turib fikir bayon qilmaslik lozim deydi-ku. Mening yoshlarga tavsiyam, Turkiyadagi yoshlarga. Masalan, ba'zi ijtimoiy taratqulat bilan narsani taqitidi bular. Texnologiya jihatdan nihoyat yaxshi. Mazmun jihatdan xato ma'lumotlar borda. Bular birla xato ma'lumotni o'qib, uni video ishlaydi. Shunga men mesela ma kitap Türkçe. Ben Türkiye'deki bütün balla yaşla bu kitapka men bilen alakalaşsa ben bu kitabını bikağı kullanmay bunu yollap birime. Bu bizim dava tarihimiz. Bunu bir okup malumat sahibi olup onun için dava doğrusu da fikir yürgüzsek
Ondan keyin hem milletten qayıl kıla alayımız hem hata sözlemeyimizde. Şu bence bu keyinki yıllarda bütün teşkilatlarda yaşlışış hılı var yani. Ama kurs Etim 2016 2007 yılı tuncu katım Dünya Uygur Kurultayı birinci kursunu 2007'de açtı. Onundan keyin hazırgacha asasen bir Kırgızistan bilen Türkiye'de içildi. Onundan başka hemmesi Avrupa ve Şimali Avrupa, onundan keyin Avustralya devletlerde içildi. Elbette Sancıat'ın o digendek bütün yaşlar ama onda kılgılım olmaydı hem de o bütün yaşlarda mecbur dava kirisi digil olmaydı. Onu terbiyeleydiğen gap işçiden kegeller dava katlaşıdı. Şu an dava katlaşkanlara karasak hılıcı küpe muş kurslarda tesirlenip şu kurslarda binaslarını ügünüp kegeller. Hem de bu kursta keyin bütün teşkilatlar kursa çıkı başladı. Yaşlarını terbiyeleş kursu. Ama bazılarının hakikaten yakşı. Her cihetten mesela değil davanı biz kanda anlatırız. Mesela Türkiye parlamento kirsile olmaydı. O parlamento kirge vaktinde biz o parlamentonun kaysı bölümleri bilen, kimle bilen sözleşimiz, kaysı görüşsek bizden davaya faydası var. Bunu bilmesek bunu kılamayız. Şuna bazı teşkilatlar mesela kendi Birleşmiş Devletler'de kanda anlatıldı. Amerika Kongresi de işler kanda elip verildi. Yerde ne mi kılış lazım? Japonya'da kanda oldu. Bütün devletlerin ki o parlamento, hükümet kurulmalarını anlattı yaşlara. Ama keyinki yıllarda okşaş kursuna hem teşkilat okşaş açıdan buluvaldı. Bu teşkilatlar arasında birbirisini toluklaydıgan faaliyet oluşu lazım. Hem o bir adam ticaret kılsa mı o ticarette paydamız kılmaydı onun için. Şuna biz mesela faydası yok demeyim ha. Kursundan hakikaten kim açsa açsın, kaç teşkilat açsa açsın faydası buludu. Ama faydanın ünümünü da yukarı götürümüz. Kanda kılsak bunun ünümü yakşı buludu. Bu hafta teşkilatla özara fikir almıştırıp mesela her teşkilatın özüge has bir alayidlik oluşu lazım. Mesela teşkilat kılganını ben o kişini kılsam o pakatla resim uçuşup resim tartıştım başka bir önümü bulmaydı. Şuna bu cihette bence bu mezmun cihette kemçilikler var. Mesela bazı teşkilatlar hem Uygur'un tarihi, tili, edebiyatı, halkara vaziyet hem cihetten toluk yakşı programlar bilen biri vatkan teşkilatlar var. Ama okşaş timini bazı Uygur'un tarihi birilmeydi. Hiç bu davadın hiçbir haberi yok adamlar dersi anlatıldı. Bunda kemçilikler mi buluvatıdı? Şuna bu ne? ıslah kılış gerek. Teşkilatlar özara fikir almıştırıp bularını ıslah kılış lazım deb oylayım ben. Rahmet, yaxşı gap qıldınız hem siz bunu o'ttirib qo'ydingiz ham qurultayninki cho'ng tashkilotlarning nimasi bor ekan sizni so'radim. Ana abet degan gapingiz bir narsa diqqatimni tortadi. Siz dedingiz Dünya Uyghur Qurultayı o'zini nimani isloh qilib ikki qatim lakin rais ulash qayta rais bo'lmaslikni nizomnomasiga kirgizdi dedingiz. Doğru. Lekin endi Düzgün Dünya Uyghur Qurultayı ikki yılda bir katım. endi keyin qatim bir gaplar chiqdi bu Dünya Uyghur Qurultayı nizomnomasi qayta o'zgardi. 3-chi qatim rais bo'lsa bo'ladi degan qayta nizomga kirgizdi dedi. Bu rost gapmi yo endi og'izki gaplarmi? O halkның ağızdaki gap buluşu lazım. Onda bir o maddeni ben ötkendeki kurultayda mı var ben o muzakere değil mi? O yok o. Ben bir fikrimi koşay bu şeye geldi. Bay degandek hazır bizning tashkilotimizga yoshlashish, yoshlarga o'tkazish harakati bo'lyotdi asta. Ya'ni bugungi dunyo vaziyatining ehtiyojiga mos kelolmayapmizda. Shuningga ishlarimiz asta hozir erkin degandek yoshlash bo'ldi, bir teshkidan bo'ldi. Ammo Mehmet To'xtaning bir gapi bor. Bir nima degan. Bir Facebookda bir savol sorsa, Dunyo Uyg'ur tili bir har yil projekt yig'inachildi, yoshlar tarbiyalaymizda. 10 yil, 20 yil ochdi, bunga men ikki qatim qatnashgan. Müşteri tarbiyalab necha million pul xarjladinglar, buni sen natijang nima deb so'raganda Mehmet To'xta ana g'ayrini yetishtirdi dedi-da. Bu javob
hem mesxir qilarliq, hem o'zimiz qamchilagan bir javob. Mehmet To'xtaning gapi bor, Facebook'da bor. Demisimi bizda 20 yilda men Avstraliyadagi bor, Gollandiyadagi bor, Yaponiyadagi uchida bor. Yoshlar tarbiyasi lekin u yig'in qatnashayotgan vaqtlarda yoshlar emas, asosan shu qurultaydagi a'zolar qatnashadi, yoshlarni beshikdi. Keyin yoshlarni ko'payganini ko'rdim, qilyotdi. Lekin yoshlarga vazifani atab berib, bir qadam keyin chekinish bizning hozir oldidagi 3 cho'ng tashkilotimizda yo'q. Ammo asta bo'tqa bo'lishki asta bu bugungi talab ehtiyojga mos kelmaydi. Men buni deymiz, xuddi chet elliklardek qo'rqmay yoshlarga berish kerak. Yoshlarni qo'rqmay fikr qila oladigan, keyingi odam qarab undan tap tortadigan emas, o'z oldida o'zining fikrini, ideyasini, o'zlik arzu istaklar qo'rqmay deyoladigan bir jasoratni berishimiz kerak yoshlarga. Unda bermay ular keyindan dadisi, aksiya, ammasi kontrol qilib tursa, bu bolalar ilgirlash bo'lmaydi. Shuning men yana tavsiya qilaman, tashkilotlarimiz qo'rqmay bay degandek biz quttirib qo'ydigan bir narsa yo'q. Biz da'vo bosqichida. Shuningga yoshlarni tarbiyalash uchun ular qo'rqmay oldiq chiqib, huquqning boshqa qismlarini yoshlarga berishimiz kerak. O'zimiz bir qadam bo'lsa, 2 qadam keyin chiqib, keyinda ko'rsatishimiz kerak. Xuddi erkin oldikinmi xeyli burun 2000 qancha yil beryapti? 2004mi? 2000 Arabiya qatı chiqqan tashlab beryapti-da, 2006 yil boshlab beryapti. Maslahatchi tutdi. Shuna yaxshi deb qoldim mana bir qatim beryapti zaten. Ha, beryapti. Ya'ni o'zi keyda turib, o'zining tushunchalarini, takliflarini berib turdi. Hech bir ishlarga, ba'zi ishlar aralashmaganlari bor, aralashmadi emas. O odam rahbarimiz aralashdi. Ba'zi ishlar u yoq hatto tashkiliy qurumlarga ham aralashdi. Ammo unchalar aralashib ketmay, chunki bay degandek biz yuturib qo'ydigan bir narsa yo'q. Biz urilib, so'qilib, yiqilib, qo'pib bir yo'lga kiramiz. Shuning uchun bu yoshlarimizga bir fursat berish kerak deb o'ylayman. Anki yana bir gap mavi nemizin bavulqi yig'inlar ichilyapti. Hozir yig'inlar ichilyapti. Rost degandek bu yig'inlardan chiqqan qarorlar yig'inlarga ayrim bir kirsak hamki yig'in to'g'risida bir temalar bor. hozir kurs erkin dedi, kurslar tarbiyalanadi debchi. Kurslar ichilib tarbiyalanadi, ammo bu tarbiyalangan bolalarni ko'rib bo'lmadi, o'tirib chiqdi. Ikkinchi, hozir mushlar ichilayotgan bir kurs tarbiyalash xarakterlik her yıl bo'ladigan bir yig'inlarni bizning tashkilotimiz mo'g'di qilib oldi. Xuddi yig'ilib, bir yerda o'tirib, uchrashib, rasm tushish, ammo rasmlar pek ayvat amisniki. Ammo ayvat tushdi, lekin bu yig'indan chiqqan qarorlarni ba'zi balki qarordan yan bir yig'inda ijro qilgan, tekshiradigan bir taftish yo'q, ya ijrosi yo'q. Biz 10 yil, 20 yil oldi o'xshash tipdagi yig'inlarni chet el tashkilotlarimiz ichyotdi. Ammo har yig'inda bir qaror oladi, o qarorning aqıdan yurdigan narsa yo'q. Ya'ni bir strategiya yo'q. Bay erkin degandek o yig'inga bu da'voda xavri yo'q. Hammadan chaqirib akilib, xuddi ziyofatdek rasm chizganda qitlam ko'p sonli ko'rsatish biz manda yig'in ochdik, manda ajam qatnashdi deb bir propaganda xabar berish uchun ashunday yig'in ijod etildi, lekin yig'inning sapasi yo'q, sifati yo'q. Ya'ni natija yo'q, o yig'indan chiqqan qarorni ijro qilib keyin qo'ydigan. Hozir kech ko'ryapmiz yo'q. Shuning biz yig'inni ochayli kurslarni ochayli, ammo uning natijasiga boraylik, natija chiqmasa, uni isloh qilishimiz kerak yig'inni. Men shunday qarayman. Rahmat. Ba'zi biz realist bo'lishimiz lazım. Mesela bugün Türkiye, ben en yaxshi bildiğim Türkiye Ovozunuz yaxshi kelmadi. Türkiye'de endi kelyaptimi da? Endi keldi. Ben Türkiye'de 75 ammaviy teşkilat var da, ben aniqlab chiqqan 75 teşkilat var. Şimdi bizden alıqı bu bir adamның yetishi kesipleştirimiz deb dünya huquqida burundan tatib kesbi xodimlarni şu kurs meyli O'rta Osiyo Türk Cumhuriyetleri de olsun, meyli hazır Türkiye'de olsun, başka yerlerde mi davanın içinde jürivatkallarının küpü bu kurslarda yetişip bana Mehmet Semet yetişti demesim ama bizim o cık açlardan cık neslerini ügengenemdi. Dava kılvatkallarının küpü şu yaşlarını terbiyeleş kursu da cık malumatlarını ügenip şu arkalık dava kılıp özünün seviyesini yukarı götürgen. Ama bunu fakatlam da değil biraz tez ama yanı birisi Uygurlarda yetişken adam az çok. Şimdi mail biz çetterde 1 milyon Uygur olsun mesela bir
10 ming adam davanın içinde değil. Yetişken nihayet yaxşı alimlerimiz var, mutaxassislerimiz var, faaliyetçilerimiz var. Hemmimiz namzat olup, hukukunu talışıp elip kılsak oludu. O bir arzu. Hem de aynı kılış lazım. Yaşları bir iş lazım ama biz mesela müşahede bazı mühim teşkilatlara reis tapamayız ya. Ba reis olamsı dese ben bulmay turay. Vatanda tukkunum battı. Ben bulmay turay. Manda bir işim battı. Yani bu davanın işçiге ben kirip pidakarlık kılıp ben bu davanı kılama dep itilip durduğun adam kançılık yani dünyada. Şuna ki bazı nesiller bizde emelgi eşiş tez. O işte kılıç lazım. Ben onun koca ama şunu kıldığan adam var mı? Biz ben cık yılına gördüm. Adam saylanıp koyup gidip yanı bir saylamgıça hiçbir faaliyet yok adamlar var yani. Doğru diyorsun. Fakat nimisini yazıp koydu ismine. Ben da bir vazip aldım deydi. Kanaşsı katlaşmaydı, kınmaydı, o olmaydı. Bunda şuna ki biz bazı neslerine bir Uygurlarının emeli avalığı karab turup planlaşımız lazım dep oylayım ben. Rahmet abiyatin Murat Musabi efendim dedi Mehmet Doktor'un gipin dedi. Bu sualını ben sorgan. 2018 yılında Zorga mı ne? Şu pidayla ekranda Mehmet Doktor'dan şu Ahmetcan Pida sohbet qilgan vaqtida Dünya Uyghur Qurultayınınki yaşlarni tarbiyalash kursiga netdan pul oldiganligi to'g'risida so'z aytgan vaqtda men naq maydon so'ragan. Unda Dünya Uyghur Qurultayı qanchalik pul oldi? Qachondan boshlab olib keldinglar? Qanchalik odam yoshlarni tarbiyalab bu da'voga yetishtirdinglar desak, shu Murat Musabi efendim degandek bir odamni yetishtirdik g'ayri qurbonni deb üzüm kirib ketganda Mehmet Doktor. Özünü aşan memnun emesker, narazı ispat. Memnun emasligini shuni dedi yani ki o'tirib endi Olsa narazılık olup degen buluşu mümkün ama umumi kılıp eğitika vaktida mesela ben Türkiye'de açtık o kursunu. Şu katlaşıp çıkan ballar fukam namayiş geldiyse cügürüp kildiğen. Ay şu bir mimar geldi al işte bir iş kılaylı desen kilip aktif faaliyet katlaşıdığanlar. Şu kurs kirip ketken, kurs katlaşkan ayında balları gipimiz ütüden. Ben Türkiye'dekini yakşı bileme. Hele ki fakat onda faydası yok. Bir adam yetiştirdik o bek doğru bir gepemesem de o. hem yetishtirganda lekin sep kirmisi ham tatib kirib ololmaydi da bunu işte. Manda bir nimba da bir de hem de mesela şu 2004'ten başlap Amerika eniydi bizning mesela Qurultay pul verdi. Ki anadaki 2006'dan başlap Amerika'da başladı bu yaşlarını terbiyeleş. Çünkü bergen pul şu proje verilgen pul teşkilat vermez. Şunu ayrıcılık kılış gerek de o ne? Her işte söz. Şunu kıp beldi. Ve rasmi iş gerek bir yoşuması gerek. Birinci şu başlangıç vaxtida hazırgıcımı şu terbiyeleş kursuga Amerika'dan degen loyalty sadık degen Türkiye'nin şu teşkilat sadık adamlarını tapımız dep şu sadık ballarını ve onun uruk tukallarını ekiriş arkalık teşkilatta o yaşlar içinde ilgilileş bulunmadı. Rasmi iş gerek. Hazır yaşlarda günahı yok, ballarda günahı yok. Aç ballarını ne depler? Şu ballarını memnun şu katlaşkan özeninin közümle köygünün mü? Şunun da şu vaxtda şu özümüzge yakın ballarını, özümüz yıkıllarının ballarını ekiriş arkalık terbiyelep orun toldurdık. Ahir Mehmet degende yetişip çıkandı fakat gayrı boldu, kağallar bulmadı. Çünkü dava kızıkmaydı, zorlap ekirdik. Aşı palançının tutkunu pokuncunun yakın ademi edip ekirdik, kamlaşmadı. Bu bir illet, bu bir kamçılık. Bu hem davaga nisbeten bir hıyanet mi buldu? Çünkü halk işini hepsini sayıldı. Amerika hükümeti Uygur tağıptı. Amerika hükümeti Uygur da bunu bizge berdi mi? Onun doğru konuluş bile to'g'ri. Hozirgacha şu aşında bir Bahadır Bami okumayma men bu vaqtida aşında bo'lgandi. Shunga Mehmetning ochiq kelganini shu bilishimkin, shuni natija chiqdi. Ya'ni 6 qatimda kurs deganda az deganda bir 6 odam chiqish kerak dedi. Eng bo'lmaganda. Yo'q. Yok o sen bu vaxtıda nim boldu onu okumayma ama banda bu kursuna açkan, bu kurska mesul bolğanlarga bir program işlep bu sualını şulardan soranlar ama benim Türkiye'den 5 adamның ismini verdiydi. Mening bu yer tukkunum yok, hiç kim yok. Ben yaxşı okugan. Muş davaga faydası var, bala muşu degen ballarning ismini berdim. Aynda katlaştı.
Mesela hazır kelmiş erkinki o bu dep kitap tercüme kıldığı iş olsa, o olsa, bu olsa yardım kılıdı o balla. Ama aş mezmun cihettim mi hem de nayeti mol mezmunluk programlar kılındı. Ben o Dünya Uygur Kurultayı'nın aş kurslarının mezmunuydum mu nayeti stratejiye anlatıldı. Bütün dünyada kanda lobicilik kılış. Her yıl bir time elip o timede okşumagan nayeti dünyadaki yakşı mutakhasislerini çağırıp dersler verildi. Ben işçide boğandaki hem de o senin zamanındaki ular tam yadımda yok ama ben şu teşkilatlarının işçi de biraz tuluk bu meselede biraz etraflık, seviyelik kurslarını açkan Dünya Uygur Kurultayı deyim ama konkret bana teşkilatların namı bilen bu meselenin münazara kılmayla çünkü Aslında kılmasligimiz kerekti ama mazur Abdug'aniyning gap bilan savol avtomatik javoblash hozir men shuningda bo'lgan sen degandek bu qurultayning kursining sifati yuqori yaxshi men uni qoyil chunki men shu kursdan bir narsani o'rgandim rostini aytsam chunki men chet elga chiqib bunda da'vo qilish to'g'riliq bir kurs qatnashmagan bo'lgandan keyin Amerikaga kelib keyin boshqa yerda o'qib uni qilib ozroq bilim oshdi lekin men shu vaqtlarda texi undaq bir kursni ko'rmagachga Amerika aşna orlaştırgan 3 qatimliq men kursa qatnaşdım. Men özüm aşnadan ma'lumot oldim. O'qitilgan ma'lumlar, taklif qilgan mutaxassislar yaxshi. Chet ellik, germanlik, amerikalik, avstraliyalik, har yerlik mutaxassislar. Darsi yaxshi. Ammo qatnashayotgan o'quvchilarda birsi biz asosan shu vaqtdagi tashkilotning rahbarlari qatnashdik, ya'ni hammasi emas, bir qismlari. Ammo sirtdan yoshlar deb atagankin yoshlardan oz deganda 10-20%ni biz qo'shamdik. Bu kamchilik bor. Bunday keyin shunda qilyaptimda unutmayman. Ammo Bay Mehmet degandek chunki biz 5-6 yilga siz uni so'ragan savolimda yaqinda bo'lgan savol edi. 5-2 yil burungi gap. Demak 10 yilni yog'i bo'lgan bu nimada yoshlarningki tarbiyalash nisbati tuvan bo'lganligining bir natijasida, ya'ni yoshlar. Ammo yutayotgan darslar men erkin bilan qo'shilma. Yaxshi dars yutadi, yaxshi yutadi. Ben onun yüzsüz qo'shilma. Mesela Amerikadan aşının tanlagan vaqtidami, baysa Türkiye'de sen 5 balını men ismini deb berdim desem, Amerikadami aşında 5 balının ismini Türkler öz deb berdi-de. Unda qilmay buni Amerika jamiyat bo'lgandan keyin ommaviy yig'in ichib, mushuna bir kurs var. Şunun qatnashchilik oldida o'zlaringlarni nomzodlik ko'rsatinglar desa, uning 50-60 qadam ko'rsatamda, 10 qadam ko'rsatamda yoshlar o'zini ko'rsatsa, shuning ichidan ularning backgroundini tekshirib ularning o'qish tarixini tekshirib, millat bo'lgan qiziqishini tekshirib, andan keyin san bo'yicha tanlab olsa bo'ldi deb o'ylayman. Ham bu ishni biz qilib boqmadik. Asosan sen degandek Amerikalar not elected selected degan tanlab avotimiz-da. Bu tanlagan vaqtida mening yiqinim, sening yiqining bo'lib qoldi ekanda, shu yiqilishni qilmaslik kerak. Yok o sen Amerika bir profesör bir adam almakçı olsa referans yazıpadeydi o. Referans olan bu adam kurska katnaşsa bizim ögüneleydi o dep bir referansla bilen buluş lazım. Bu alaka hiç kim bilmeydiğin bir Uygur bala bu davagın paydos ben bir Amerika'da körüp kiley dep kurska yazıldığanlar var. Şuna alaka bunu bir Türkiye'nin yaptığın adam referans olup tanlagan yakşı bu kursuncu. Bu nimboma ama vekil desen o vekil ne elde sen digendek namzat olanlar da ilan verip kıldıran gap ama bu kursta bazı referanslar arkalık tanıştırışlar arkalık buluş lazım bu. O doğru sen degenen referans Amerika'nın uslup var. Sen onu özü közüde menmiş kursga layık barman deydi. Onu şu kursun teşkilligenler sen degandek mutaxassislar onunki background yani o men qatnashgan o'zining rezyumelik yani o'zining avtobiyografiyasi topshirdi emasmi kichkamlik tarixini shu tarixini o'qib uni tekshiraysa chunki bir tashkilot qurgan odam uni tekshiray qoldirib tekshirib bu bola loyiqmi loyiq emasmi deb arib andan keyin uning sizlar referens qilib bo'ldi emasmi ammo uni hech kim demaylan palonchining bolasi yaxshimi po'konchi yaxshimi deblam mening yoki sening tushunchanglar o'tib bersak bu kaltib qoladi uni avval shu bola o'zi jangovarlik bilan o'zining aktivligi bilan o'ttira chiqsa andiki uni biz tekshirib operatsiya qilib yo'llasak bu texnik mukammal bo'ldi demoqchiman. Rahmat, yaxshi bir talash tortish bo'lib qoldi. Men ozroq bir gap qatqim keldim. Navbatga reallik emas, ammo hargiz
Ergizlikka tushirish yoki nima emas, navbatdagi reallik emas. Masalan, g'ayrining gapi chiqdi. 10 necha yildan izchil tarbiyalanib kelgan debdi. Hamda hozir Berlin qurultayning Berlin ishxonasining mudiri shunaqa. Uning inglizchasi yaxshi, germanchasi yaxshi, turkchasi yaxshi. U fransuzcha bo'lgan bir nechta til biladi ham. Bilishim. Xitoycha yaxshi bo'lishi mumkin. Uniki hamda rasmiy qurultaydagi ham ko'p til biladigan bir yoshlarning birisi ham uni e'tirof qilmasa qolmaydi. Hem aşı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığındımı sözlü şunda canlık sözlü işte koy nesnenik. Hem biz kırıp hoş olduk. Sözgemiga bir adam çıkan dikre, sözge bir adam kirse yaxşıken go bununki bir milletinin boğan diken de. Hem de kurultayga reisliğe vaqtlarda hem de kürevat emez hem de köydük. Ama reis fakat bu çıkmadı mı kanda oldu bilmem oça yaman golgolup ketip kaldı. Ben şu çağın üzerinden nemisi koydum. Başka adam bulmuşsa bir tılını yaxşı bildiğin şu gayri unaltıcı terbiyelese şunu reis qilib qo'ysanglar bo'lmamdiganda deb aytdim deb baqqanda nurg'un turg'unjalarni raislab chiqqan vaqt saylam kirdi ekan degan vaqtda bek g'ulg'ulab ketdi endi bu reallikmi ma'nosini to'g'ri tushunmasak bo'lmaydi endi deymiz turg'unjalarda raislab budjetning yig'iniga kirdi arab so'zildi g'ayr kirgan vaqtda yig'inga ravon ingliz bilan so'zildi bu ikki osmonsiz farqda endi bir butun dunyoga hamma millatlar davlatlar bor bir yerlarda nima uchun endi shunday qilib tili yaxshi odamlarni yoshlashtirib rais kim shuni saylamay bu fikirga qo'shilolmaydi nimishqa desam Birleşken Devletler'de Arapça 5 çoğun tilinin birisi. Birleşken Devletler'de Avrupa Parlamentosu da Arapça mühim tillerden biri. Arapça gap kısı buldu. İkincisi bu çokum reis İngilizce bildiği deydiğen gap olmaydı. Bunu mesela onun Erdoğan mı fakat İngilizce bilmeydi. Türkler deydi dünya lideri bizim Erdoğan deydi. Mesela Sarkozy'den şeyden tut bütün dünya liderleri verip hürmet kıldı. Tercümanı var. Şuna da bunu biz Uygurlarda şunda bir nesi varken. Şimdi bir yere baksa sen nim boğandaki sen İngilizce yap kılışın lazım. O doğru emez o. Şuna da elbette İngilizce bilse yaxşı. İngiliz dertlerden birisi ama mesela bir Almanca bilse mi buluyordu o. İtalyanca bilsin buluyordu, Fransızca bilsin buluyordu, Arapça bilsin buluyordu. Bunu bir ölçem kılıp koymaslık lazım da oylayım. Doğru bu gibimiz doğru hem de Kurultaydan Germaniya yaşagan bo'lgan ekan, Arab so'zigani, German so'zigan bo'lsa, o'chaq yana yaxshi-da. Davlatdan bir nima bo'ldi operatsiya. German balki mumkin. Bundaqchi bu hozirgi nimada buni yana qoldi. Bir chet elni bilish bu asl shart. Bu Erdo'g'onga biz solishtirmaymiz. Erdo'g'on mustaqil bir davlatninki rahbari biz da'vo qilib yig'latgan. Biz bir yerga tarjimonni yanchiq biz ilib boqdik, pulimiz yo'qda. Har yerga Erdo'g'onning tarjimon emas, 20-30 mashina qo'g'dug'ichilarni ilib boqdik pullar. Bir aeroplan liq bizimiz yetishmadi. Bizda o'zimiz shuningga cho'qim mayli rais, mayli bayonotchi, mayli kotib cho'qim dunyodagi tunilgan 5 tildan biri bizga bo'lib inglizcha. Chunki inglizcha dunyoning hamma yerida o'tigan ommabop til. Endi arabcha dunyo tili erkin degandek dunyoga cho'ng til lekin biz da'vorimizni arablarga anlatmayapmizda. Biz da'vorimizni g'arbga anlatyapmiz. Hech qachon biz berib Saudiya Arabistonga yegib yig'nashmayapmizda. Biz asosan Birleşken Devletler Teşkilatı otağının hemisi okullarga İngilizce anlaydı bu. Şunaqa biz bundagi da'volarımızda mümkün ba İngilizce mükemmel adamın ağa yaxshi yaşlar. Çünkü o bala öz manga vaqtida o'qishmagan millatlar, o'qishmagan davlatlarga bordi, sayohat qildi, ilqaz da'vo qildi. U yerda o'rtaq til inglizcha. Arab bo'lsa ingliz so'zlashadi, Fransiyaga kirsam ingliz so'zlashadi, hatto Germaniyaga bo'lsa ingliz so'zlashadi. Shunaqa men inglizcha bilgan balani mesela Yevropada buncha qundaqlar. Shundaqning birini biz oldik. Ya'ni biz Uyg'urlar odamlarni qobiliyatiga, iqtidoriga qarab ishlatishni o'rganishimiz kerak boshqalarga o'xshash. Boshqalarning qobiliyatiga, iqtidoriga qarab vazifa berdi-ku. Masalan, erkin hozir Turkiya hozir bayonot chiqgan yaxshi. Chunki o'zining turkchisi va nayt yaxshi. O'zi muxbir bo'lgan so'z natiqligi bor. Endi bizning İngilizce bayonotchimiz bo'lishi kerak chunki biz ingliz dunyoga oltimiz. Natijada Xitoy da'vo bayonotchilar birini qo'ygan o chataq chiqib qoldi. Shuni Xitoycha bayonotchimi mukammalroq odamlar qo'shish. Shuni har bir kishining qobiliyati, iqtidoriga qarab vazifaga o'rlashtirsak, bu da'vorimizning unum bo'ldi, sifati bo'ldi deb qarayman. Shuninga cho'qim rais
bundan keyin endi hozir o'tib bo'ldi endi budaq saylamdan boshlab cho'qim raisning shartiga mush ingliz tilini eng olmaganda o'zi communication ya'ni o'zi aloqa qilib manglaydigan uyalarga bosib buyalarga bosib ya'ni eng olmaganda bizchilik bizmi birga bo'lsak official nim berolmaymiz rasmiy isoq sakni chiqib birsiga nutqni o'zi berolmaymiz o'lchamlik ingliz tilidan berolmaymiz ig'iz odatga uyg'ur tili ham ig'iz tilidan bergan bilan yozim tilida bir shuningga eng olmaganda ig'iz tilidan bilib o'zining odat tilida o'zining hojatini o'zi chiqaroladigan yana tarjimon so'rab tushmaydigan darajadagi bir rahbarni saylash kerak deb o'ylayman. Rahmat, unda qas eng oxirgi savollar chiqdi. Vaqt berib eng oxirgi bir savol bilan oxirlashtirib Vatanga berib kelayotganlarga bir tashkilot a'zosi va yoki sobiq bir tashkilot a'zosi bo'lish suhbatinglar bilan qanday qaraysizlar? Her ikkidan burun tashkilot ishlagan qurultayda hozir Nurmat akam qurultaydan chiqdi, siz qurultayda ishlayapsiz. Ikki yildan keyin yana burun uzun muddatlik bir da'vosi bor. Shu vatanga berib kelayotganlar qanday qaraysiz? Xo'sh, Erkin Abdi efendim sizdan boshlaylik. Ben de Uygurlarning vatanga berishi to'g'ri emas deb o'ylayman. Hozir Turkiyadan chiqib berib kelyapti, ishkini ichib etdi. Ichib etgandan keyin namoyishga keladigan odamlarimizning soni azaydi. To'y to'kimizim bo'lsa, o'lim yetimizim bo'lsa, tashkilotning odamlari bag'ayaga bordiganlar aziyyapti. Onun ustiga berib kelsa, bularni shu Xitoy elib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga bularni video chektirib tashviq qilyapti. Shunga hozir Uyg'urlarning berib kelishi to'g'ri emas deb o'ylayman men. Ya'ni Uyg'urlarning bu bir dushmaniga nafrat, do'stluğu, muhabbat bu chegara aniq emas ekan bizning millatda. Bir kim mavzuda diktatörnoma gipivatdik. Biz kichik vaqtida o'qiydik. Kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz? Bu inqilobda eng muhim masala deydigan bir gap botdi. Shunga bizimizdami bir Xitoyga bo'lgan o'chmanlik bo'lish lozim. Senin anna bütün tuqqanlarını, urug' tuqqanlarını, anangni solab qo'ysa, sen yana Xitoyning tashviqotiga nim bo'lsang, bu to'g'ri emas. Men qat'iy to'g'ri topmayman buni. Kelgusida deyli, albatta u ya vatanimiz. Bir kun qaytimiz u yerga. Bolalarımızga nishonimiz biz bo'lmasak, bizning balamiz bo'lmasa, nevrimiz cho'qim vatanga qaytimiz deydigan shu nishonni qo'yishimiz lozim. Şu nimede mücadele lazım ama hazır Uygurlarning vatanga berib kelishi qat'iy to'g'ri emas. Hatta ben şu Covid olgan mezgillardimi Xitoy toza Uygurlarni so'layotgan vaqtida Xitoyga berib kelgan Uygurlar va men u vaqtida Erkin Asyaradosning muxbiri bo'lgandan keyin xabar izlab yuradigan vaqt. Pukuni badi, pukuni ketdi deb endi xabarlarni elib telefon qilib uningga endi qilatdik. Hozir jiqadan berib kelyapti Turkiyada. Echivet hozir pasportni uzatib beryapti. Anadan keyin Turkiyami uningga qarab turib Uyg'urlarning hozirlikqa vatandosh berdigan ishni vaqtli to'xtatib qo'ygan. Hozir yana asta mengishga boshladi u. Bu bizim hem davamızga ziyonliq hem Türkiye'deki Uygurlarninki müşahede oturduğun ruhsat ediş, vatandaş buluş. Hazır hükümet şunu davet ediyor. Berip kelsin buldukken o Uygurlarga ruhsat kılıp etipti o dep. Xitayning maqsadimi şu. Bir tarafdan vatanda zulüm yok. Sizlar bunda davet sizlar bir uçum Uygurlar bu yerda Türkiye bilan bo'lgan munosabatimizni buzish uchun bu yerda irqiy qirg'inchilik bor deb so'zlab yuriydi ama u yerda undan narsa yo'q. Mana kez Uygurlar berib kelalaydi o degandan keyin vatandaşlıkni bas bo'ldikan Uygurlar deb hukumatda gaplar bazı Türkiye'de. Çünkü bu hem chet eldagi Uygurlar uchun ziyonliq davomimiz uchun hem vatandagi bu bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglatishdimi tilimizni nim qilib qo'ydigan bir masala. Shunga Uygurlarning bu berishini men to'g'ri topmayman.
Rahmat. Nurmat Musavat efendim siz qanday qaraysiz buna? Albatta biz uni qarshi turibmiz. Endi bundoqchi biz chet el chiqqan Uyg'urlarning asli chet elda qilishimiz asosan men Turkiyalikini ancha bilmayman. Yevropa va Amerikalik biz 99% siyosiy panohlik qilganlar. Ya'ni Xitoyni tillab, bizni o'ltirdi, qirdi, turmush usulda, ocham turmida, onam turmida, dadam turmida deb rossiyaliklar hikoyalarni yezib, bu siyosiy panohlab qolgan. Yoki eri siyosiy panoh tilsa xotin kelgan, xotin siyosiy panoh tilsa eri kelgan. Ya'ni bir siyosiy panohlik bilan Uyg'urni setib turib, bu chet elning fuqarosi bo'lgan bilasiz. Ama bular endi natijaga namoyishlarga qatnashdi ba'zilari qatnashmadi, ammo faoliyatlarda Uyg'ur yig'ilishib tuyuqsiz bir Xitoyning bir ilgar o'yinlagan chegarani ichib o'tib, ba'zi g'arb davlatlarga vizasiz qilib etsa, Xitoy qarqar ketib bordi. Andan buni bir taslimchilik deyman. Bayda Uyg'urlardagi erkin deganda bu Uyg'urlarda g'urur, vijdon, ya'ni muqimlik yo'q ekan. Ya'ni vijdonsiz biz g'urursiz ekanmiz. Bay deganda ularning ota-onasi rost so'lmaganlar, bu ketib qolganlar hech qaysi urut qolib turmda emas. Bular hammasi turmda ota-onasi bitta teshida qolganlar ekanda. Bular berib otamni ko'rib kelman, onamni ko'rib deydi. Anki berib kelgan axloq qolib var. Bosim bo'pti, ota-onasi ko'z ko'mamdi degan. Hammamizning ota-onasi bor. Ba'zimiz 30-40 yil ko'mdik, o'lib ketdi. O'lishdan burun bora olmaydik. Bizmi hammamiz o'xshash chet el fuqarosi. Lekin bir aqida bo'lish kerak. Biz irodali biz bu chet el chiqib siyosiy panoh qildik. Tashkilotimizni kengaytirib, Uyg'urga mustaqillik kerak, Uyg'ur erkinlik kerak. Xitoy bizni qirib o'tdi, dunyoga jorsilab vaqirab bo'ldik. Amerika parlamentining, Yevropa parlamentining Xitoyda irqiy qirg'inchilik bo'ldi deb qaror chiqib bo'ldi. Endi Xitoy mush qarorni rasvo qilish, chet ellikni rasvo qilish, Uyg'urning davosini nol qilish uchun ishni ichib bersa, bizning bu dot qapoq irodasiz, g'urursiz Uyg'urlar onamni, dadamni ko'rmay ketib bordi. Onasi dadasini nimadan ko'rdi? Bir ish uchun badal to'lash kerak. Bu otasi o'ldirib berdi deb ularni yo o'ldirib berdi. Shuni ko'rishdan voz kechish bir mezgillik. Uni bu dunyoda ko'rmasam, u dunyoda ko'rsa, ko'ramaganlar bu hammamiz ko'ramadik. Bizning ota-onam tugab ketdi, bizmi ko'ramadik, urut qilimiz tugab ketdi. Bu nima deymiz? Bu berayotganlar o'zining shu yashagan davlatiga qasam berib pasport olgan shu davlatning qonuniga xiyonat qilganlik bo'ldi. Satqanlik bo'ldi shu davlatni. Ikkinchi tarafdan Uyg'urning bir Uyg'urlik kimligini satgan bo'ldi, xiyonat qilgan bo'ldi. Davoyimizni satgan bo'ldi, davoyimizni xiyonat qilgan bo'ldi. Bularning har xil turlarida Uyg'urlar tillayotdi, andaqchi mundaqdeb. Balki bularning ichida ashundaqlarman bo'lishi mumkin, tillaganlardek. Lekin mayli qanday bo'lsin, chet eldagi bizning Uyg'urlar mayli dunyoda nerede bo'lsin, bugungi kunda Xitoyga va Xitoy kontrolidagi Sharq Turkistonga bormaslik kerak. Chunki u yerga borganda chuqur Xitoyning oldiga taslim bo'lib borsa, konsulda beshingni egib Xitoy nimasi ma'qul deysa, bu bir taslimchilik, bu bir sotqinlik bo'ldi. Men bu berishga hatto to'g'ri demayman. Shuning bunday keyingi berib ketib qolganlarni bormaslikni tashabbus qilmay, dunyoning har qaysi davlatiga jamoatlar borganlarni aro qasmaslik, ularga nasihat qilish, bormaslikni nasihat qilish, ularni bormoqchi bo'lganlarni to'xtatish uchun bir tirishchanlik qilishni tavsiya qilaman. Rahmat. Bugungi suhbat programmamiz mishachi bo'lsin. 1 soat 17 minut bo'libdi. Yana bir necha savollar bor edi. Buni ikkilar qatimliq programmaga nima qilaylik? Ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi programma yaxshi bo'ldi. Deb qo'ygan gap o'ttirimizga reallik narsalarni o'ttirib qo'ydik, shunaqa. Erkaklarni nima qildim? Hech kimni tortib chiqib tanqid qilgan va yoki yuzobro'yin tushirgan ish bo'lmadi. Hammasi diasporadagi Uyg'ur jamiyati bo'layotgan reallikdagi ahvolimizga ichingan avvatda o'zimizniki ko'z qarashini o'ttirib qo'ydik. Shuning masalalarga to'g'ri muomala qilaylik. To'g'ri ochiq bo'ldi emasmi? Amma foyda qildi. Gapni rost gap ba'zi ochiq qiladi, ammo kelajak uchun foydali qildi. Shuning biz bilganimizni, angligimizni o'ttirga qo'ydik. Uni qabul qilmaslik shu kishilarga bog'liq. Nasıl bugungi suhbat programmamiz mishachi bo'lsin. Kelarki sonda ko'rishaylik. Hammalarga Allohga omonat. Rahmat, Allohga omonat.